Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Shovot elidan daylab kelamiz ekanlar. Yosh ulug'lari Rossiyada ekanlar. Umra yo'llanma xarid qildilar. Hozir biz Rossiyada turganlarni onlayn telefon urib tabriklab beramiz. Hali o'zlarining xabari yo'q ekan, reaksiyalarini ko'rib olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Shiralo, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamay yuribmisiz? Siz yaxshimisiz? Rahmat. Tabrikimiz tug'ilgan kuningiz ekan bugun. Rahmat. Biza Xorazm Umra jamiyatidan misaga. Adım Sanjar. Layla akam sizga bugun sovg'a qilib, Umra yo'llanma sovg'a qildilar. Aynen. Şuna bir sürpriz qilamiz dedilar. Maşallah. Gel. Bu kadın tam kulaksız çıktı o. Ay sizni o'ylab turar. Tabrikimiz ağa, ko'p yaxshilar keling. Inshaalloh bir bo'lib tashib kelsangiz endi xizmatdamiz. Inshaalloh tez qachonda sezlayveramiz. Umra yo'llanmalari muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat, Allah razı olsun. Sizlar borgansizlar, xalqimiz quvontirdi. Yaqinda opam bilan ekan borib keladi. Aytdilar, buyum aytdilar. Ikkalamiz qoldirmaydi deb bu harakat etdi. Gap yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borib ziyorat qilish, Allohning baytini tavof qilish bu odamzodning bir orzusi ekan. Hammaga nasibetki bu Amin. o'ta kutilmagan holat bu. Evet. Ben delilerim oylanıp gitti. Yaxshi she'rlar. Salomat bo'ling. Inshaalloh kutib qolamiz. Yaxshi. Sog'omay yetib kelinglar. Yaxshi. Xohlasa inshaalloh borib vesile ziyorat ederiz. Amin.